qilaveradilar. Qo'yimizni ko'ring, qo'yimizni janiga. Toza kashtanidan, toza hisor 85 plyuslardan boqaman deganlarga. Assalomu alaykum hammaga. Mana yana navbatdagi gigant qo'ylarimizdan, o'ta zo'rlaridan, toza hisor, o'ta baquvvatlaridan ko'ravering. Ularning soni 7 ta. Qo'yda qarang, baquvvatligini, jonivorni. Ko'ring, bo'ylari 90 gacha. 85 plus 90 mash qo'yimizdan 90 chiqaradi hozircha. Hamma yo'g'i kelib qo'ygan. Oldi qo'yaveringlar. Ana sheriklari. Qo'ylarimiz zo'ridan xudo xolasa. Kim olsa ham baraka topadigan variantidan. Ko'ring. Bular qo'chqar bilan yurgan bular. Bo'g'azlarga 50-50. Uning ichida inshaalloh qochganlari bor. Xudo xolasa qorin tashab, xudo xolasa tug'ib beradi. Qo'chqar bo'lsa yana qo'shib ko'rasiz. Xudo xolasa yana qochmagani bo'lsa, ichida mabodo qochib qolaveradi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'ida bu qo'ylar. Kelib, ustiga kelib olib kelsangiz, nur ustiga nur. Xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Samarqandgacha dastlabki yetkazib beramiz. Qo'ylarni ko'ring, jonivorlarni. O'ta yirigidan-da. Bunaqa qo'ylar har doim ham bo'lavermaydi. Jonivorlar, kallalari ham hamma o'zi. Mana shu qo'yimizdan o'ta zo'r narsa. Toza kashtan variantida. Ozgina uni tuyog'i shikastlanib qolgan ekan, o'shani baylab qo'ydik. Xudo xolasa, telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Ulardan qilaveradilar. Qo'yimizni ko'ring, qo'yimizni janiga. Toza kashtanidan, toza hisor 85 plyuslardan boqaman deganlarga.